Gaplaringni qaytar. Zot oliylari. Zot oliylari. Nabirang hayoti qil uchida turibdi. Shu damda siyosatdan gap boshladingmi? Qanday ahvolda ekanligimni bilasanmi o'zi? Meni hayotimni oling, zot oliylari. Endi yaqinlariga yordam bera olmay qarab turish qanday ekanligini o'zing tushunayotgan bo'lsang kerak. Zot oliylari. Yillar davomida o'z ich-etingni yeb bitirasan endi. Onamni o'lim yoqasiga olib borishga majbur qilganing uchun sen uchun qabul qilgan jazoim bo'ladi. Askarlar, qirolni oldida o'z haddini bilmagan jinoyatchini bu yerdan olib ketinglar. Zot oliylari, zot oliylari. Ertaga tongdanoq hamgum tomonlarga uni badarg'a qilinglar. Xo'p bo'ladi zot oliylari. Zot oliylari, zot oliylari, zot oliylari. Iltimos afv eting, zot oliylari. Bu nimasi endi? Axir qirolga taomingiz yo'qdi deb aytdingiz-ku, xonim. Taomni san'at asari deganini o'z qulog'im bilan eshitgandim. Unday bo'lsa, nega ular hammani qo'yib yuborib bizni olib qolishdi? Men qayerdan bilay? Nima bo'layotganini bilish uchun miyasiga kirib chiqish kerak uni. Qanday dahshat. Nima bo'lsa ham ertaga saroyga yuborishadi bizni. Dahshat. Soat o'tgan sari battarlashyapti. Nima dedingiz? Saroygami? Tong yotguncha uyimga qaytishim kerak. Aqldan ozish mumkin. Aynan qayerga borasiz? Qayerdan kelgan bo'lsam shu yerga-da. Uni tushundim, ya'ni qayerga? Gilgam, ishonasanmi yo'qmi? Men uzoq kelajakdan kelganman. Nimani ham kutgandim? Mayli, unut. Yo'q, xonim, men sizga ishonaman. Ishonaman sizga. Birinchi uchrashuvimizdanoq ustingizdan avval hidlamagan hidim kelayotganini bilgandim, ha? Yana siz boshqacha taomlar tayyorlaysiz. Sizga to'liq ishonaman, xonim. Gaplaringiz menimcha rost. Rostdanmi, Gulgum? Ha? Tongda men Parijdan Koreyaga samolyotda uchib ketayotgan edim. Siz nima? Quloq sol. Men Parijdan Koreyaga qaytayotgan vaqtim samolyotda ustimga kofe to'kilib ketdi. Keyin hojatxonaga kirib kitobni ochdim. To'g'ri. Mangun Rock. Men o'sha betlarni xuddi mo'jizaviy tarzda o'qidim. Lekin u kitob qayerda hozir? Meni sumkam. Meni sumkam. Gilgam. Men hozir o'ta muhim narsani tushunib yetdim. Nima ekan? Meni sumkamda Mangun Rock degan kitob bor edi. Men uni yo'qotib qo'ydim. Mangun Rock nima degani? Menga kitob yotgan sumka kerak. Shundagina ortga qayta olaman. Yodingdami? Meni bir jarlikka olib borgin deb so'ragandim sendan. Ha, u yerda sumkamni yo'qotdim. Ay, qanday olaman uni? Ay, undan avval bu yerdan qanday chiqamiz? Qirol Tejon o'zing asra. Meni ma'zur tuting zot oliylari. Nega ortimdan bunday yashirinib kelyapsan? Tashqari juda ham sovuq. Iltimos xonangizga qayting. Sonjoy, ha zot oliylari. Bu yerda yolg'izmiz, hurmatni bas qil. Ilojim yo'q zot oliylari. Tushunmadim. Juda ham sekinsiz. Buni qarang-ku. Sen umuman o'zgarmabsan, a?